og'ir keldi. Ha. Ancha ikkita seansdan keyin ancha yengillik bo'ldi. Bir haftada shu Bela nima kasallikniki bu? operatsiya qiluvdim, temirlab qo'yildi. Bitta grizam yana o'sib, o'sha suyak o'tirolmayapman. Ikkinchisi birinchi seansdan keyin mana shu og'riq. Ha, iliq aytdi. Ha, rost uni bilmadim. Ikkinchisidan keyin o'zim uncha bilmadim. 3-4 kuniga o'chadi. Hozirda qo'yib Alhamdulillah, Allohning izniyle. Qayerdan Toshkent Toshkent. İsmingiz nima? Salom. Kim bilan ekansiz? Xo'jayinim, qizim. Xo'jayin shetdanmi? Xo'jayin o'lsa xursandmi? Xursand bo'ldi, olib keldilar. Mayli. Hozir bu Akamga rahmat. keyin oyog'imda cho'ta muzlash bo'lyapti, mana bu. Mana bu. Issiqlik bu. Issiqlik ketyaptimi? Ha? Ha. Sen yağlaş. Issiqlik bo'lmayapmi? Bo'lyaptimi? Badanlarimiz sezadi. Badanni sezyaptimi? O'z qatingizda bormi? Shu yerimda. Oy, bormi? Hali anaqa bo'lmaydi. Men mana bu yerga kesar. Mana bu yerda muzdak. Olibomni to'shitdi. Hozir endi anaqa emas, sal manda keyin bilinadi. Haftada Yengillik bormi? bor.